Assalomu alaykum azizlar. Yana bir bor sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman va bugun bizda 16-mavzu ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va Sarafan radio. Hozirgi kunda sizni biznesingiz agarda ijtimoiy tarmoqlarda bo'lmasa, u yo'q deb hisoblayvering. Chunki hozir mana aynan bizda evolyutsiyada rivojlanish davri bo'lyapti. Qanchalik siz o'zingizni namoyon qilsangiz, shunchalik sizni biznesingiz rivojlanib boraveradi. Mijoz sizni qayerdan topadi? Mijoz sizni asosan televideniya, internet yoki birovni kimlarningdir tavsiyasi orqali sizni topishi mumkin. Axborot vositalari deganda nimani tushunamiz? Demak, ommaviy axborot vositalari bu ko'pchiligimizga tanish. Bu haqda hammanglar albatta bilasizlar. Bu televideniya, radio, gazeta, jurnallar, internet, ijtimoiy tarmoqlarning barchasi hammasi axborot vositalari hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar biz uchun qanchalik muhim? Ijtimoiy tarmoqlarda millionlab insonlar yig'iladi va u yerda siz o'zingizni mijozlaringizni, hamkorlaringizni yoki hattoki investorlarni ham topishingiz mumkin bo'ladi. Sababi ijtimoiy tarmoqlar bu siz uchun tekindan-tekin reklama berish maydoni va u yerda siz to'g'ridan-to'g'ri insonlar bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Undan tashqari o'z shaxsiy brendingizni rivojlantirishingiz mumkin bo'ladi. Va shu bilan birga insonlarda siz ishonch uyg'otishingiz mumkin. Chunki qanchalik ko'p o'zingizni namoyon qilib, o'z shaxsiy brendingiz haqida yoki o'z mahsulotingiz, o'zingizni xizmatingiz haqida qancha ko'p namoyon bo'lib, u haqida ma'lumot bersangiz, shuncha sizda mijozlar maydoningiz ko'payib, kattalashib boraveradi. Hammamizga mashhur bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar bu Instagram, Telegram, YouTube va Facebook hisoblanadi va u yerda qanchalik siz o'z davomiyligingizni, ya'ni haftada 3 marta o'zingizni postlaringizni, reelslaringizni qo'yib chiqsangiz va mijozlaringiz bilan aloqada bo'lib tursangiz, shuncha siz ishonchga kirib boraverasiz. Buning uchun siz foydali, qiziqarli, samimiy va sifatli kontentlar qo'yib, hamisha o'z obunachilaringiz bilan aloqada bo'lishingiz muhim bo'ladi. Sarafan radio deganda nimani tushunamiz? Sarafan radio degani bu odamlar orqali tarqaladigan ma'lumot. Ya'ni agarda sizning mahsulotingiz talabga javob beradigan bo'lsa, odamlarni o'zi do'stlariga, yaqinlariga, tanishlariga tavsiya qilib, maqtab, sizning mahsulotingiz haqida gapirishligi mumkin. Yoki bo'lmasa sizni xizmatingizni ham mana falonchi stomatolog zo'r ekan yoki falonchi kosmetolog rosa zo'r qilar ekan deb sizni tavsiya qilishi mumkin. Va shunda siz qanchalik mana shu mahsulotingizni ko'rsatgandan keyin o'z mijozingizdan qayta aloqa olib, otziv olganingizdan keyin siz mana shu Sarafan radioni yana ham kuchaytirib, uni qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Bilasizmi, har bir biznesning o'zini ovozi bor. Ya'ni bu yerda siz qanchalik o'zingizni so'z nutqingizni ishlatasiz, qanchalik siz o'zingizga ishonch hosil qilasiz yoki sizni vizual brendingiz bormi? Ya'ni sizni o'zingizni qanaqadir bir fishkangizni topib olishingiz kerakki, что aynan siz mana shu o'zingizni o'ziga xosligingiz bilan boshqalardan ajralib turadigan tomoningizni topib olsangiz, bu sizni brendingizni ovozi hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda ishonch uyg'otish usullari bu o'zingizni hayotingizdan suratlar, videolar, ya'ni shaxsiy hayotingizni namoyon qilib ko'rsatib berishingiz hisoblanadi-da. Mijozlarning fikrini, odzivlarni qanchalik ko'p siz joylashtirsangiz, shuncha boshqa insonlarda ishonch ortib boraveradi. Qanchalik siz qadriyatlar haqida gapirsangiz, shuncha insonlar ham o'sha o'ziga nima qilib solishtirib
va sizda ham o'sha qadriyatli unga to'g'ri keladigan bo'lsa, shuncha sizga nisbatan ishonchi uyg'onish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Keling, sizga bir kichkinagina hozir test savoli beraman. Siz uchun aynan qaysi ommaviy axborot vositasi samaraliroq deb o'ylaysiz? Instagram, Telegram, Sarafon radio yoki hammasi birgalikda? Keling azizlar, endi sizga uyga vazifa bersam. Demak, birinchi vazifa bu siz o'zingiz uchun bitta ijtimoiy tarmoqni tanlang. Xoh u Instagram bo'lsin, xoh Telegram bo'lsin, qaysi biri sizga eng qulay bo'lsa, o'shani olasiz va o'zingizga savollar berib, unga javoblarni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Men nimani eng yaxshi qilaman, nima menda o'xshaydi da nimani ustida ishlashim kerak, qanaqa kamchiliklarni siz ko'ryapsiz yoki yo'q o'zingizdagi. Undan tashqari meni maqsadli auditoriyam kim? Ya'ni siz aniq bilishingiz kerak, siz kimga xizmat ko'rsatasiz yoki kimga sotasiz. Bu balkim erkaklardir yoki ayollardir yoki aralash oilalarga sotishingiz mumkin yoki xizmat ko'rsatishingiz mumkin. Shunga qarab siz yana yoshini ham tanlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yosh bolalarmi, kattalarmi yoki qariyalarmi? Shunga qarab o'zingiz auditoriyangizni tanlaganingizdan keyin siz aniq bilasiz qanaqa mahsulotni nima qilishingiz kerakligi to'g'risida. To есть sizda уже qanaqadir o'sha vizualniy kartina tayyor bo'lishi kerak. Siz tushunishingiz kerak kimga va qanaqa insonlarga siz o'sha mahsulotingizni yoki o'z xizmatingizni sotyapsiz. Ikkinchi vazifa, siz mana shu kelasi 3 kunlik kontent reja tuzib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi postda siz qanaqadir foydali ma'lumot berishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizni mahsulotingiz yoki xizmatingiz haqida bir ma'lumotlar berib chiqsangiz, xohlasangiz bu yozuvli post bo'lishi mumkin yoki agarda siz o'z faysingizdan uyalmasangiz, chiqishga hech qanaqa sizda chegaralar bo'lmasa, unda kichkina videorolik tayyorlab chiqsangiz ham bo'ladi. Ikkinchi kunga siz ikkinchi post tayyorlashingiz mumkin. Shaxsiy o'zingizni hayotingizdan voqea yoki qanaqadir fikringizni bildirishingiz mumkin bo'ladi. U yerda ham shunchaki siz bo'lishasiz, nimalar kechinyapti ichingizda yoki nimalar qilyapsiz, hayot tajribangizdan kelib chiqqan holda ko'rinish berishingiz mumkin. Va 3-kunda siz qanaqadir foydali taklif yoki tavsiya berishingiz mumkin. Ya'ni 3-postda sizda bir nimalar tavsiya qila olasiz, insonlarga nimalar bera olasiz, shular haqida aytib o'tishingiz mumkin. Va qo'shimcha qilib siz oldindan yana bitta reelsni tayyorlab olishingiz mumkin. Kichkinagina videorolik tayyorlab, agarda o'zingiz chiqa olmasangiz, mahsulotingizni ko'rsatib bo'lsa ham oldindan tayyorlab qo'ysangiz, sizga osonroq bo'ladi. 3-vazifa, Sarafon radioni ishga soling. Ya'ni bironta do'stingizga yoki tanishingizga o'z mahsulotingizni taklif qilib, keyin undan otziv olishingiz mumkin. Qanchalik senga mana shu mahsulotim yoki xizmatim yoqdi, iltimos menga yozma ravishda yozib bergin yoki qanaqadir video otzivmi yoki audio otzivmi yozib bergin deb iltimos qilishingiz mumkin va o'zingiz yozma ravishda yozib chiqishingiz mumkin. Mana shu tovarimdan yoki xizmatimdan shuncha inson xabardor bo'ldi va ularga yoqdi deb o'zingiz ham mana shu nimani kontentni yozib chiqishingiz mumkin. 4-vazifa, mening ovozim mashqi. Qo'lingizga qog'oz oling va unga yozib chiqing. Quyidagi savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Meni biznesim yoki meni faoliyatim nima haqida? Men o'zimni maqsadli auditoriyamga nima bermoqchiman? Ikkinchi savol, men o'zim haqimda mijozlarimdan nimani eshitishni xohlayman? Va 3-savol, meni ovozim qanaqa? U ilhomlimi, ortiqchami yoki qanaqadir rasmiy yoki samimiy? Mana shu haqda o'zingizga savol berib va unga javoblarni olganingizdan keyin siz o'z haqingizda yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz.
Demak, azizlar, bugungi darsimizdan xulosa shundan iboratki, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va Sarafan radio bu sizni ovozingiz, obro'yingiz va sizni ishonchingiz. Va agarda siz ularni to'g'ri boshqarsangiz, sizni biznesingiz tabiiy rivojlanib, o'sib, ko'tariladi.